Hozir so'raydigan narsam haqida yaxshilab o'ylab javobingni ber. Nimaga aynansan? Boshqalardan kuchliroq bo'lib tug'ilgansan. Bilmayman. Kuchsiz odamlarni qutqarish uchun kuchsizlarni himoya qilish kuchli bo'lib tug'ilganlarning burchi. Javobgarlikni o'z bo'yningga olib, bu burchni amalga oshirishing kerak. Hech qachon buni yoddan chiqarma. Bilaman. Oyi, burchimni to'g'ri bajardimmi? Qilishim kerak bo'lgan hamma narsani qila oldimmi? Ishimni oxirigacha tugatdimmi?